Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la kıybetil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'du. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bazı dersimizle başlayınız. Bugünkü dersimizin mavzusu el-haber. Yani biz isim başkılıçlar kıldığan yine merhaba okulduğun isimlerden birincisi olan muktadani aldığım dersi bugün öptük. Bugünkü dersimiz el-haber hakkında toxturdu. Yani haber degan nima? Haber nimalardan keladi? Haber qandaq vaqtda ilgari kelishi durust bo'ladi? Qandaq vaqtda keyin kelishi durust bo'ladi? Yani ilgari kelishi vojib bo'ladi. Deganga o'xshash mazmunlarga to'xtalamiz. El-haber ma huwa el-haber? Yani el-haber ma yukmilu ma'nal mubtada. Yani haber mubtadanın ma'nisini to'liqlab beradigan so'zni mubtada deydi. Haber deymiz albatta. Yani mubtadanın ma'nisi haber bilan tamam bo'ladi. El-muhbaru bih. Yani ulan haber biletqan. Yani mubtada mazmunini to'liqlab bergan narsani haber deymiz. Endi mushu haber çoğun cihetten 3 türden keladi. Şu mubtadanın haberi nimalardan keladi deganda ismi mufrad, cümletul mufida, şibhul cümle. Umumi qilib aytganda 5 ga bo'linadi. Ism mufrad, cümle fi'liye, cümle ismiye, el-jar vel mecrur ve zarf. Demek biz aldığımızda bugünkü dersin umum mazmununu, asası mazmununu xulosalab bir qitim so'zlaymiz. Bundan keyin kitobga kirib tafsili kitobni ko'ramiz. Shunga xabar yoki ism mufrad bo'ladi. Ism mufrad deganimiz yani cümle emas ve şibul cümle emas demekçi. Bu ism mufraddan bir yere tasni cem'i maksat emas. Yani haber ism mufrad bo'ladi. Mesela et-talibani mujtahidani, et-tullabu mujtahiduna deganga o'xshash. Yine cümle emas ve şibul cümle emas. İkinci cümle mufide oldu. To'liq cümle haber olab kelalaydi. Bu to'liq cümleden maksat cümle fi'liye ve cümle ismiye. Cümle fi'liye bilan cümle ismiye isimlik ve fiillik cümleler haber olab kelalaydi. Ama cümle fi'liye ve cümle ismiye haber olab kelish uchun cho'qim shu cümleden mubtada qayd etilgan bir zimir bo'lish, rabita bo'lish kerak normali holda. Üçüncüsü şibil cümle bu ikkiga bo'linadi. Yani el-jar vel mecrur ve zarf. Jar mecrur mu haber olab kelalaydi ve zarf mu haber olab kelalaydi. Andaqda mush 5 türlük narsa haber olab kelalaydi. Bunu isimizni bek yaxshi saqlash kerak. Nimish qilganda? Çünkü bu odatda kanunning haber nimalardan keladi? Yana mush 5 türden keladi. Sifat nimalardan keladi? Yana mush 5 türden keladi. Odatda iniqsiz ismni sifatlamoqchi bo'lsak bu 5 turga, mubtadaning xabarini uqmoqchi bo'lsak mush 5 turga, kanunning xabari, inning xabarlarini bu mushuning munosabatli. Shunga mush xabar bo'lib keladigan bilaklarni yaxshi o'rganib olishimiz kerak. Bu uni bugungi darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan mazmunlardan yana birisi. Endi ikkinchi birisi el-ismul biz bayan etdik ki haber ism mufrad bo'ladi degandan keyin kitobimizda ismni 3 ga bo'lgan ism jami haber ism mufrad bo'lganda u yoki ism jami bo'lib keladi yoki ism mushtaq bo'lib keladi ya ism jins bo'lib keladi deb kitobda tafsili bu ism jins bak tafsili bo'lmagan bo'lsa-mu ism jami va ism mushtaq va ism jinslar haqida to'xtalamiz. İsmi camit degan uning lafzidan, uning ma'nosi bilan söz yasalmasa, ism mushtaq deganimiz uning lafzidan, uning ma'nosi bilan söz yasalsa, anda ism mushtaq bo'ladi. Kitobda ko'ramiz. Demak, shu ism mufraddan bo'ldi xabar deganimizda, ya o ism mufrad bo'lib kelgan xabar ya ism jamit, ya ism mushtaq, ya ism jins o'to demakchi.
İkinci birisi hem de haber onda da mubtada bilen maslashdi qaysi jihatlarda maslashidi degan üçüncü bir nokta var dersinizde. El haber yutabiqul mubtada fil nev'i vel adadi. Yani haber mubtadaga nev'i jihatda maslashdi ve san jihatda. Nev'i dediğimiz mubtada erlik olsa haber erlik keladi, mubtada ayollik olsa haber ayollik keladi demekçi. Evet, fil adet dediğimiz sanda demekçi olumuz mubtada birlik olsa haber birlik keladi, köpük olsa köpük keladi, ikilik olsa ikilik keladi. Mana bu biz gelmekçi olan dersin mazmunlardan üçüncü mazmun. Dördüncü mazmun, bugünkü dersimizin dördüncü mazmunu yacuzu taqdimul haber alel mubtada. Haberning mubtadaga ilgili kelişi durus bulduğan 3 urunni ko'rib o'tamiz. Yine haber bir necha urunda mubtadaga ilgilab kelsimi, bu kitabımızda haberning mubtadaga ilgili kelişi asli qoida avvalan mubtada kelish, undan keyin haber kelish. Bu asli qoida bo'lsa-mu, ba'zi ahvollarda haber ilgili mubtada kelişi durus bo'ladigan ahvollar bor. Yine ashunaq kelsa bo'ladi demakchi. İkinci bu qanday chaqda desa bir fi i'ta'i sidara li ma'nal haber. Haberning ma'nosini cümlening 5 haberning ma'nosiga cümlening 5dan urundirish maqsad qilingan chaqda bo'ladi. Masalan, oldida bir misol ko'rib o'tdik. Mamnu'un at-tadkhinu deb. Ana shada at-tadkhinu mamnu'un kelishimi durust, mamnu'un at-tadkhinu kelishimi durust. Chunki haber mazmuniga cümlening 5dan urundirish maqsad qilingan bo'lg'achqa. İkincisi yine bir mesbukul mubtada vel haber bir harf nefyin ve harf istifham ve kanal haberu vesfa. Yani mubtada ve haber harfi nefi ile başlangan olsa ya ki mubtada ve haber harfi istifham ile başlanıptı. Haber bu çağda süpetken bunda çağda mubtada keyin haber ilgili kelish durust. Mesela Eqaimun Muhammed degenge o'xshash. Eqaimun Muhammed desak, mesela Eqaimun Muhammed desak, mubtada muakhar kim keldi? Qaimun degan haber muqaddam ilgiri keldi. Çünkü hamzatul istifhamdan başlandı. Muhammed tug'uchimi degenge o'xshash. Üçüncüsü el haber şibul cümle vel mubtada ma'rifa. Haber şibul cümle olsa ve mubtada ma'rif bo'lgan chog'da haberning ilgili mubtadaning kim kelishi durust bo'ladi. Masalan, fil beyti at-talibu. Uyda hiliq o'quvchi bor desak, asli buni at-talibu degan mubtada ma'rif keldi, haber shibul jumla bo'lib keldi. Al-baytu at-talibu fil beyti kasimi durust bo'ldi. Fil beyti at-talibu kasimi durust demakchi. Mana bu 4-chi urun bugun o'qimoqchi bo'lgan darsimizning 5-ci muhim nokta yacibu takdimul haber alel mubtada. Haberini mubtadaga ilgiri qilish vacib bo'ladigan. Yine haber mubtadaga cho'qim ilgiri kelishi, avvalan haberi ondan keyin mubtadasi kelishi zurul bo'lgan, shundoq kamisi bo'lmaydigan 3 o'rinni ko'rib o'tamiz. Uning birinchisi al haber shibu jumla vel mubtada nakira g'ayri mavsuf bo'ladi. Haber shibu jumla bo'lgan mubtadan sifatlanmagan yoki muzab bo'lmagan nakir ism bo'lsa, haber shibi jumla ekan, mubtada sifatlanmagan yoki muzab bo'lmagan nakir ism ekan. Masalan, fil beyti rajulun desak, fil beyti rajulunda rajulunning kim kelishi, rajulun degan mubtadaning kim kelishi, fil beyti degan haberning ilgari kelishi vojib. Chunki rajulun degan mubtada bu yerda sifatlanmagan yoki muzab emas. Ama sifatlangan bo'lsa yoki muzab bo'lgan bo'lsa vojib bo'lmaydi. İkincisi, el-haber minel elfaz allati laha sidara. Haber cümlenin 5'ten 11 zurul bo'lgan lafzlardan bo'lib qolsa, cho'qin cümlenin 5 kamisi bo'lmaydigan lafzlar haber bo'lib qolgan bo'lsa, ismi shart va ismul istifhomga o'xshash bu chog'da haberning ilgari kelishi, mubtadaning keyin kelishi vojib bo'ladi. Uchinchisi, izattasal mubtada bi damirin ya'ud ala ba'd al-haber. Mubtada haberning ba'zi bir qismiga qaytgan zumirga tutishib qolgan bo'lsa, bu çağda mubtadaning keyin kelishi, haberning ilgari kelishi zarur bo'ladi. Masalan, fil haqiqati sahibuha, fil haqiqati sahibuha desa, bog'chida bog'chining sahibi egasi bor degan bo'ldi. Agar sahib degan mubtada
sahibi sahip degan mubtada ha degan zimirga tutashdi. O ha degan zimir fil haqiqat degan xabarga qaytadi. Aşağıda eğer sahibi ha fil haqiqat kelsa bulantısı bo'lmaydi. Çünkü hazini uçada ahırı qaytib qoladi. Zimir bu labzan ve hukmen arabsı qaytsa bo'lmaydi. Bunu biz öğrenmekçi olan mezmun dersinin 5. mezmun. İnşallah 6. urun hazful mubtada. Yani mubtadanın taşlanıp durus bo'lgan taşlanışı durus butgan urunlar nima? Hazful xabar bu yerda xato bo'lib qolibdi. Xabarning taşlanışı durus bo'lgan urunlar. Xabar qanday chog'da tashlansa butu desa, bir mubtada lavladin keyin kelgan bo'lsa, ikkinchisi mubtada qasamda uch qism bo'lgan bo'lsa, uchinchisi mubtadaga birlikni bildiradigan hu bilan atf qilingan bo'lsa, xabarga demakki men xato bo'lib qolibdi, kitobni to'g'rilab oldi. Shunga agar biz bugün planlasak 6. mazmunni o'qiymiz degan bo'lmasa shu yuqorgi 5 mazmun bilan dersimiz tamam bo'ladi. Onda da kitobimiz o'ziga qaytili. الخبر ما هو الخبر؟ ما هو الخبر؟ الخبر الخبر ما يكمل معنى المبتدا. الخبر الخبر هو ما يكمل معنى المبتدا. Xabar degan nima desa, mubtadaning ma'nosini to'liqlab turadigan bir so'zni biz xabar deymiz. Ya'ni al-juz'ul lazi yantazimu minhu ma'al mubtada jumlatun mufida. Xabar degan uning mubtada bilan qo'shilib, uningdan to'liq jumla tuziladigan bir bo'lakni xabar deymiz. Yani mubtada bilan qo'shilib, uningdan to'liq bir jumla tuzuladigan ma'lum bir bo'lakni nima deymiz? Masalan, xabar deymiz. Masalan, al-mudarrisu hadirun, o'qituvchi hozir, mavjud hozir desak, mishada al-mudarrisu mubtada, hadirun xabar bo'ldi. Yana mishada hadirun mubtadaning ma'nosini to'liqlab turdi. Qanday desa, masalan, al-xabar ma yukunu ma'nal mubtada dedi. Xabarning mubtadaning ma'nosini to'liqlab turdi. Al-mudarris o'qituvchi desak, al-mudarris desak, agar gap qilmay jim tursak, o'qituvchi degandan keyin nima demoqchidir? Qanday nimani maqsad qilmoqchi ular bu jumladan degan bir ma'na beriladi. Yana savol paydo bo'lib qoladi. Al-mudarrisu hadirun, o'qituvchi hozir bo'g'ichi desak, u chog'da o'qituvchi hozirkan, borkan degan bir ma'no chiqadi. Shunga al-mudarris mubtada, hadirun xabar. Onda biz bayon dedik, mubtada çokum ma'rifi kilish kerak, xabar nakirkasi bo'ladi. Ya qisman holatlarda ma'rifi nakirlikni o o'zgarishlar bo'ladi. Ammo al-mudarrisu bilan hadirun o'tirib qanday bog'lanishchilik borasi biz bayon qildik. Al-xabar yutabiq alal-mubtada fil nav' val adadi. Nav'ida ayollik va sanni moslashida o'tirib, al-mudarris erlikdi, hadirun mushum erlik keldi. Al-mudarrisu birlikte hadir olmuş birlik laf geldi deyimiz. El-aylan mubsiratan, el-aynan mubsir, işki göz kör gücüdür. El-fellahunu muciddun, dihqallar tirişkici desek, onun müşahede el-aynan mubsiratan da, mubsiratan haber, marfu, bil-alif, liannehu musanna. Mubsiratan müşahede ilip bilen başka haber, çünkü çikiliksin. Hadirun xabari marfu bil zamm. Zamm bilan başlayacak yalan xabar. Çünkü bu tasniye emas, cemi emas. Cemman mufrad ism. Endi üçüncüsü el-fallahu muciddun desek, muciddun mesela vav bilan başlayacak yalan xabar. Çünkü cemi muzakker salim. Cemi muzakker salim alamet rafi vav'dur. El-muhandisatu mahiratun. İncinirler mahir usta desek mahirat mubdanın haberi.
damma bilan boshqa ishlab kelgan, chunki o cem'i manası salim. Mana biz bu 4 misalga qaraydigan bolsak, 4 misalda hemmisde mubtada ma'rifi kipto, ini qismdan kipto, xabar nakir ismdan kipto. Bunun qildik mubtadaning ma'rifi kilishi, xabarning nakir kilishi bu asli qoida. Endi ba'zi chaqlarda mubtada nakir kilib qo'yatgan va yana ba'zi chaqlarda xabar ma'rifi kiladigan ahvollar bor. O qisman holatlar. İkincisi bunun qaraydigan bo'lsak, mubtada nishada mubtada erlik kelgan joyda xabar erlik kipto. El-mudarris hadirun degan o'xshash. Mubtada ko'plik yoki ikkilik kelgan joyda xabarmi ikkilik yoki ko'plik kipto. Demak, nishada xabar mubtadaga jinsdir va sandamaslikdir, buni ko'rsak bo'ladi. Şu aslında ne vardı? El-haberu yutabiqul mubtada fil adadi, ay el-ifrad ve tasniye vel cem'i. Böyle kişilik köpükte mubtadaga maslışıdır ve fil nevve el-tezkir ve ta'nis er ayarlıkta maslışıdır. Mesela misal qalaydigan bolsak, el-mudarris hadirun, el-mudarrisani hadirani, el-mudarrisu ve talibu hadiran, el-mudarrisatani hadiratani, el-mudarrisu suna hadiruna, el-mudarrisat hadirat desek bunu hem düşünceler mubtada, haber mubtadaga cins türde sandı maslaşkan. Ama bazı çağda özgüçü bir ahvallar buludu. Biz mesela adliyse bu durusluğanın birinci kısımlarda 16. derslerine çıkıdı. Mesela şu cem'u gayri akıl, yuamelu şu akılsızın köpüki ayarlıkının birlikki boyunca muamele kılınısı buludu dediğim bir kaide var. Cem'u gayri akıl yuamelu muameletul muannesil mufred deyiriz. Yine akılsızın köpüki ayarlıkının birlikki okşaş muamele kılınısı buludu. Bu çağda mesela el-cibalu aliyetun yaki aliyatun diyen okşaş. Bu yanında ne deydi o musannef bize? İzâ kânel mubtada cem'en li gayri akıl. Mubtada akılsızlığın köplükü bulup kalsa, mubtada gayri akıl, akılsızlığın köplükü bulup gelse, menazil, cibal, seyyarat, eşcar diyen muşundak sözler mubtada bulup kalsa, caza eyyekûne el-haberu mufreden muannesen ev cem'en muannesen. Haberinin ayarlık birlik buluşumu duruz, haberinin ayarlık köplük buluşumu duruz, çıkılıp haber ayarlık duruz. Mesela akılsızlığın köptüki ayarlıkta boyunca muamele kılınırdı kendi akılsızlığın köptüki. Mesela el-cibalu aliye yaki aliye tağlar icizlidir. El-cibalu diyen mişeri cebelunun köptüki cibal çıkıdı. Akılsızlığın köptüki mutlağı oldu. Haberini ayarlık birlik geldirsek buldu aliyetun der. Yaki haberini köptük geldirsek buldu aliyat der. Es-seyyaratun musri'atun yaki musri'at diyen görüşür. Seyyarat diyen es-seyyaretunun seyyaretunun köpüklü oldu. Bu akılsızlığın köpüklü, akılsızlığın köpüklüge mubda olanda haberini ayarlık birlik keltirimiz ya ayarlık köpük keltirimiz. Mağur el-cibalı erlik olsun mu haberini çokum ayarlık birlik ya ayarlık köpük keltirimiz erlik mu el-cibalı alin ya ki aliyune de mında keltirmeyimiz. Bu noktaya dikkat etmek olur. El-haber selasete enva. Biz bayan haber kısmı bölünüdü dedik. Bunu tefsir kılganı 5'e böldük. Haber ismi mufrad buludu. Cümle mufide buludu. Şibil cümle buludu. Cümle mufide cümle ismiye cümle fiiliyatından ibaret 2 kısım buludu. Şibil cümle zarf ve el-car mecrur ibaret 2 buludu. Cem 5'e buludu. Şuna ismi mufrad, cümle ismiye, cümle fiiliye, car mecrur ve zarfından ibaret 5 kısım buludu. Muş gap şu bayan biz kirib etdik. İsmun zahirun, yine mu'rab olsun yoki mabni olsun, chiqib aşkar ismlar xabar olib keladi. El-haberu lez yaqa'u isman zahiran mu'raban yakun adatan nakira. Xabar olib kelgan el-haberu lezi yaqa'u isman zahiran mu'raban. Aşkara mu'rab olib kelgan xabar odatda nakir bo'ladi. El-haberu lezi yaqa'u isman zahiren mu'raban. Mu'rab bo'lgan o'zi ham oshkori bo'lgan bunda bo'lib
haber olab kelgan ismlar yakunu adeten normal holatda nakir olur. Bu ma'rif bo'lib kelish nahayat az. Bu ma'rif bo'lib kelgan chog'da boshqa bir ma'no bilan qo'shiladi. İkincisi el ismu zahir el mu'rab nev'an. Mu'rab bo'lgan bu oshkor ism ikki qismga bo'linadi. İsmi jamid ve ismi mushtaqdir ve onun bilan ismi cinsini qo'shdik, jami 3 ga bo'linib ketdi. Onda da ismi jamid degan nima, ismi mushtaq degan nima bu haqda to'xtalsak, el ismul jamid huwa ma la yu'khadhu min labzihi fi'lun bi ma'nahu. İsmi jamid degan u inin labzidan, inin ma'nisi bilan bo'lgan bir fe'l yasalmaydigini ismi jamid bo'ladi. El ismul jamid huwa ma la yu'khadhu min labzihi fi'lun bi ma'nahu. İsmi jamid inin labzidan, inin ma'nisi bilan fe'l yasalmaydigini ismi jamid, inin labzidan, inin ma'nisi bilan fe'l yasaladığını ismi mushtaq bo'ladi. Masalan, asadun desek, asadun yollasıdır. Yoki shirdir. Asadun yollas desek, mushu asadun degan labzidan mushu ilib sin dalning yig'indisidan mushu 3 harfni ishlatib turib, inin ma'nosidan fil yasalsa asadni ism mushtaq deymiz, fil yasalmasa ism jamid deymiz. Masalan, asada ya'sidu ya'sid desek, asada ya'sudu usud desek yoki chu asada shir bo'ldi, ya'sidu shir bo'ldi, usud shir bo'lgan degan mundaq bir fil yasalmaydi. Undaq fil yasalgan bo'lsa, bu chaqda bu ism mushtaq bo'lgan bo'ldi. Nahrun desek, masalan daryo. Nahrun nun ha radin iborat 3 so'zni tarkiblaydi. Mushu nahrun degan so'zdan nahara daryo bo'ldi, yanhiru daryo bo'ldi, inhir daryo bo'lgan deb mundaq bir fil yasalmadi. Yani bu derya degan ma'no bilan yasalmadi. Ama derya degan ma'nodan boshqa bir ma'no bilan yasaladi. Nun ha radin terkib topgan boshqa fil bormi desa bor. Masalan, va amma sa'ila fala tanhar deganga o'xshash. Ama yada o qo'pollik ma'nosidan yasaldi keldi. Lekin men derya degan ma'nosidan keldi. Chunki ism jamid shu fil ismi jamid degan nima desa, shu ismning labzidan, nun ha radin iborat labzidan şu derya degan ma'no bilan demakchi biz ma'no bo'lgan shu ma'no bilan fil yasalmasa ismi jamid. Mesela husnun shoh desak, hamda g'asana yag'sini uqsun deb yasalmaydi. Agar yasab baqsaqmi shoh bo'ldi, shoh bo'ldi, shoh bo'lgan degan bunda fil yasalmaydi. So'ngashqa ismi jamid deb shunday qo'yamiz. Ama ism mushtaq desa, al ismul mushtaq huwa ma ukhiza min fi'lin min al fi'li wa dalla ala ism. Bir fi'ldan yasalgan ve bir sifatga dalalet kılgan bo'lsa ism mushtaq bo'ladi. Fildan yasalgan bo'lishi ve bir sifatga dalalet kılgan bo'lsa ism mushtaq bo'ladi. Masalan, hadirun hozir bo'g'uchi desak, hadara degan fildan yasaldi, so'ngashqa buni ism mushtaq deymiz. Ve hozir bo'g'uchi degan bir sifatga dalalet qildi. Masalan, mubsirun ko'rguchi, mahirun usta desak, shujaun kahraman batur desek, hulun tatlık ahmer kızıl desek, mesela ahmerni ism mushtaq deymiz, sütü müşebbe vezini keldi, sütü müşebbe deymiz. Bu. Endi müşede hamura degan bir fildan yasaldi ahmermi, shundaqla qizil degan bir sifatga dalolat qildi, shunga biz buni ism mushtaq deymiz. El-xabaru allazi yaqa'u isman zahiran yakunu adatan isman mushtaqan kama fil amsilati sabiqa. İsmi zahir olab kelgan xabar, ismi zahirdan kelgan xabarlar, ismi zahirdan kelgan xabarlar odatda ism mushtaqmi bo'ladi, yuqorqisi bo'ladi. Yuqoridagi misollarda hammasi ism mushtaq. Ham demak xabar ismi jamiddan kelsin bo'ladi, ism mushtaqdan kelsin bo'ladi. Agar xabar ismi jamiddan kelib qolsa, ism mushtaq qiyos qilinsa bo'ladi. Yoki qiyos qilinmasimi, ehtiyoj bo'lmasa qiyos qilinmasin. Demak haber ism mushtaqdan keladi ve ismi jamiddan keladi. Ve qad yaqa'ul xabaru ismi cins. Bazı vaqtlarda qisman holatlarda xabar ismi cinsdan keladi. Xabar ismi cinsdan keladi ve huwa qalil.
lekin unda ismi cinsden girişi bek az. Mesela ente esedun, sen şir desek bir adam şir olmaydı. Yani sen şirdek kahraman, ente şuca demek ki yani şey eseddin şuca maksat kıldı. Anda olsa esedun degen söz ne? Bayan ismi camit misal keltirdi. Bu yerde ismi cinsde misal keltirildi. Bir esed hem ismi camit misal oldu hem bir ismi muştakka ismi camit hem ismi cins misal oldu. İsmi camit degenimiz esede degen lebzidin esed degen şir degen ma'ni bilen pil yasalmaganlık asasen ismi camit dedik. Endi bu yerde ismi cins dirişimiz ma'lum bir türge, bir şir türge, yani yollaş türge, hayvanı muhtaristin ibaret bir türge dalalet kılganlık için, yollaş türge dalalet kılganlık için ma'lum bir vital esed desek vital yollaşı göstermeydi o. Fakat yollaş türünü, yollaş tipini uqturganlık için ismi cins dep atadık. Ama el-ismul mebni ellezi yaka'u haberen. Haber olap kelgen isim mebniler çoğudursa, hem de bunun demiştim, ismi mu'rab o haber otken, meyli ismi camit olsun, ismi muştak olsun, ismi cins olsun, anda da muşu isim mebniler mi haber bulap kilalem doğrusu kilodu. İsim mebni mi haber bulap kilodu. Haber bulap kelgen isim mebniler zimirdin bulap kilodu. Ya ki isim işaret bulap kilodu, ya isim mevzulla haber bulap kilalem. Mesela zimir haber olap kilaleydi. Mesela ulaikumul mublihun hem miyadım ma misal taza yakşı kendisi bu. Lakin eğer zimir ile şu haber olap kiladgan ahvallar var. Mesela ulaikellezine işterav dalaleti buluda ana diyen goşu isim mevsul haber olap kelgen ahvallar var. İsim işaret olap kiladgan ahvallar mı var? Ulaikumul mublihun desek, ulaikum mubtada, humul mublihun cümle haber deyimiz. Hum mubtada, el mublihun haber, humul mublihun cümle haber. Bu birinci karaş. İkinci karaş, ulaikum mubtada, hum zimrul fesli, el mublihun haber desek mubludur. Yani hum zimir mebni fi ma'nu rabbi mubtadanın haberi dişe, humul mublihun cümle haber beyer. Hum ulaikinin haber emez. Hum mubtada, el mublihun haber olup, humul mublihun cümle haber. Bunun başka yine başka haber olap kıldığın yerler çıkıdı. Ana huve dese men u degen bu. Men aşu'y degen okşaş kilodu. Mani yok gidiş. Ama ulaikellezi endi ismi işaret mi kilen doğruysa kilodu. İsmi işaret ana zadesi men avu degen buldu. Ana zake deydigan ahvalda bu. Ana zake men ana aşu degen okşaş. İkinci birisi, üçüncüsü ulaikellezine işterav dalalete bil huda desek ellezine degen isim mevsul haber oludu. Ulaik mubtada ellezine haber işterav dalalete bil huda ellezine isim mevsul silesi olup ulanma cümlesi olup isim mevsul müşede ellezine isim mevsul mubtada haber olap gelir. Bu misal birilmüsün isim mebni haber bulandı bulmandıysa isim mebni ile haber bulamaydı. İkincisi şibü cümle. Haber nimelerden kılalı degende bir isim Rabbin kıladı. İkinci bir ismi zahirlerden kıladı. İsmi adette isim mebnilerden, isim mu'rabden, isim mebnilerden kıladı. İkincisi şibül cümle. Cari mecrur ya ki zaripten kıladı. Mesela cari mecrur harfi cer ve onun zırhlı güçse ya ki zaripten kıladı. Mesela el-amilu fil mesna'i. İşçi zavutta degen görüşür. El-amil fil mesna. İşçi zavutta desek mesela fil mesna degen cari mecrur haber. El-hadikatu emamel menzil. Bağça öyünün aldıda degen görüşür. Mesela emame haber boldu deyimiz emdi. El-hadikatu mubtada emame degen zarif. Mesela haber emam muzaf el-menzil muzaf ileyh. Çünkü emam el-menzil şibil cümle zarif ve muzaf ileyh'in terekip tapkan şibil cümle buradan haber olarak geldi. Hem de bir yerde bir izahat var. Melhuza değil.
alayda bir mulohaza qilishni arziydigan bir gap bor. Musannif yana bir gapni o'tirib qo'ydi. Malhuza va qad yasuru at-tasa'ul kayfa anna kalimatu amama wallati taqa'u khabaran takunu mansubatan bil fatha fi hina anna al-asla fil khabar ay yakunu marfu'a. Bu gap sal chiqish gap. Diqqat qilinglar, ba'zida savollar paydo bo'ladi. Vaqt yasuru savol paydo bo'ladi. Nima deb? Qandig'izga bu fatha bilan zibar qilib kelgan, fatha bilan tushuntirishlar kelgan amami so'zi qandavlab xabar bo'ladi. Aslidagi xabardagi aslik marfu tashu qilayotgan bo'lsa, xabardagi asli qoida tashu qilayotgan bo'lsa, qandag'izga amama degan so'z zibar qilsa amamini xabar deb atig'ili bo'ladi deb bir savollar paydo bo'lib qoladi. Qad yasuru at-tasa'ul ba savol paydo bo'ladi. Kayfa anna kalimat amam kalimasi wallati taqaw khabaran u fatha bilan zibar qilib turib xabar olib keldi deb qamat digilutu fihin anna al-asl xabardagi asl qoida xabardagi asl qoida bu marfu tashu qilish tursa bu amam zibar qilgan tursa qanday buni xabar olib keldi deysiz desa tafsiru zalik bunun tushuntirilishi bundoq. تفسير ذلك أن الخبر يكون مرفوعا إذا كان اسم جنس أو اسم مشتق. خبر نورمال حالته أشون خبر نورمال حالته اسم جنس olsa ya ki ism müştaklar olsa çokum o teşokuluk kilodu. Merfu başka işler kilodu. Ama إذا كان الخبر şibir cümle. Haber şibir cümle olap gelse uçakta o şibir cümle olap geldikten mahallen merfu desek bular. Haber o emni peş okuluşu haber okalıktan peş okuluş diyen gap çokum o isim mufrat gelse ama haber cümle ismiyadin gelse cümle fiiliyadin gelse yani şibil cümledin gelse yine mesela cümle fiiliye ve şibil cümle tuluk ve tuluksuz cümlelerden gelgende yani nedir haber cümleden gelgen çağda bunu biz mahalle merfu deyimiz aşkara zırhuluz kılışı lazım olmaydı. Ama izakan el haber şu cümle olsa nima o şibul cümle degan innal ibaretel mukavvene minel zarb vel muzaf ilayh. Zarb ve muzaf ilayh'den tutulgan ibaret. Aşını şibul cümle deymiz. Aşu haber olap kelgen çağda o çağda onun çokum taşı qilishi lazım emas. Hem taşı okurup kelmeydi o haberlik esasen o mahallen merfu olur. Çünkü cümle degan merfu olur. Ama az-zarb amame degan zarb meselesi gelsek emamı degan zarb meselesi gelsek huve mensub bi fi'lin mahdhuf. Emamı degan zarb o aslında taşlangan bir fi'lin sebebi bilen zibar qilgan. Emamının zibar qilishi o bir eşere hakikaten bir dal pil taşlangan fi'lin sebebi bilen zibar qilgan o fi'lin takdiri yastaqiru buludur. Yastaqiru ya tastaqiru degan gapçu. Ve yunzaru maf'ul fil fasl ismul mansub. Endim bu mesele şu isim tushum kirishib kelgan ismlarning tushum kirishib ketgan faslida maf'ulun fi babida alayda qarab dikiladi. Bu nima demakchi desa amamining haqiqiy xabar bu yerda bu muagabni nimani tushunib olamiz deganda haqiqiy xabar amami emas demakchi. Ya'ni zarb bo'lgandan keyin haqiqiy xabar cho'qim jumla ashara xabar deymiz biz buni demakchi. Endi bunda ixtilof bor ulamolarning o'rtasida. Nishada yastaqiru amam al-hadiqatu tastaqiru amam al-manzil desak bo'ladi. Ya'ni bog'cha uyning oldiga joylashgan, qarar olgan desak bo'ladi. Uyning oldida qarar olgan desak bo'ladi. Ashyaga yastaqiru degan fe'lni taqdir qilgan, yastaqiru degan fe'l an amam uninki zarbi makan bo'lib, yastaqiru amam al-manzil degan, ya'ni tastaqiru amam al-manzil degan jumla nimaninki al-hadiqatning xabar desak bo'ladi. Bu joyda fe'l taqdir qilsak bo'ladi. Va yoki fe'l taqdir qilmay, ism taqdir qilsak bo'ladi. Ya'ni mustaqirruni taqdir qilsak bu joyda tashkil qiladi. Al-hadiqatu mustaqirratun amam al-manzil.
El-hadikatu mustaqiratun amamil manzil. Bağça öyünün aldıda karar algan yoki öyünün aldıga joylashgan desek bo'ladi. Ashada el-hadikatu mubtada mustaqiratun degan haqiqiy xabar ishni peşi qilgan amamil manzil tashlangan xabarning zarbi makani. Shunga el-hadikatu amamil manzilni biz qo'ysak el-hadikatu mubtada marfu alamat rafi ad-damma amamil manzil amam mudaf el-manzil mudaf ile olup bu zarb taşlangan mutaalliq olan qo'shilib xabar. Masalan at-talibu fil bayt desek bu at-talibu mubtada fil bayt jari majrur taşlangan mutaalliq olan qo'shilib xabar deganga o'xshash. Mayli yastaqiru degan filni taqdir qilsak bo'ldi yoki mustaqiru degan ismni taqdir qilsak bo'ldi. Qaysini taqdir qilsak her birisini fil taqdir qilmizlik uchlar va ularning uchlik dalili va ism taqdir qilmizlik uchlar va ularning uchlik dalili va eng avval her ikki to'g'ri chiqadi. Dalil yetayapman. Üçüncüsü cümle ismiye yoki cümle fi'liye xabar bo'ladi. Cümle ismiye ve cümle fi'liye xabar bo'lib keladi. Bu qasr yani en-necahu esasuhu el-amalu. Muvaffaqiyat qozonishning asosi amel qilish. Yani ishlash, muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsak, ujmi pish og'zimga tushlab o'ngga yetishemez. Uning asosi manbasi ishlash. İşligende andın muvaffaqiyat qozonilib bo'ldi. En-necahu esasuhu el-amalda en-necahu mubtada esasuhu el-amal cümle ismiye haber. En-necahu mubtada esasuhu el-amal degan esasuhu mubtada ve mudaf huzumul muzaf ilay el-amal haber olup esasuhu el-amal degan cümle ismiye en-necahma haber oludu. Ama cümle ismiye ve cümle fi'liye mubtadanın haber oluş için çokum şu cümlenin terkibidin mubtadaga bir cümle qaysi oludu deymiz. Mana mishada esasuhu huzumur en-necahqa qaytdi. Şu esasuhu el-amal cümle ismiye fi ma'na fi haber. Eş-şemsu eşraqat. Quyosh kun chiqdi desek, eş-şemsu mubtada, eşraqat degan cümle fi'liye haber. Hamda eş-şemsu mubtada marfu alamat rafi ad-damma eşraqat fil mazi fa'il zamir mustatir taqdiru hiya olup eş-şemsu qaytadi. Bulup eşraqat degan fiil yuşurduğun fa'il bilan cümle fi'liye fi mahalli rafi haber. Yani uzun cihatte başka bir haber oldu. Yani eş-şemsunun cümle fi'liye degan haber oldu. Ve sayati şerhul fikrati cim bit-tafsil inde dirasetil cümle ve mekanuhu minel i'rab fil bab-ı rabi. Bu üçüncü abzasının düşendirilişi cim grupsunun yani cim abzasının üçüncü abzasının düşendirilişi bu cümleni öğrengende ve cümlenin i'rabdan bo'lgan o'rnini öğrengen çağda tafsili 4. babda bu keladi. Yine 4. babda cümle ve cümlenin cümleden bo'lgan o'rinlari öğreniladi. Şu vaqtda mushu yo'lda 3. abzasını getirip yine bir qayta çıkıyor. La yushtaratu en ya'tiyal haber mubasharatan ba'dal mubtada bel kad yabtuluhuma fasilun aw aksar ve yestadillu da'iman alal haber ennehu cüz'un mutammimu lil fa'ida vellezi tentezimu minhu ma'al mubtada cümletun mufida. Bir sual çıkıdı hem de böyle. Bu sual nima deganda sual yani mubtadadan haber mubtadadan keyinlam qilish kerakmi? Mubtada bilan haberning o'tirig'i so'z qistirilishi bo'lamdi bo'lmamdi? Yoki chuqum mubtada keldigan mubtadadan orqasidan mubtadaga chaqishib bir vosita haber kelishi shartmi degan bir savolga javob. La yushtaratu şart emas. Nima şart emas? La yushtaratu en ya'tiyal haber mubasharatan ba'dal mubtada. Haberning mubtadadan mubashara bevosita chaqishib unda o'tirib fasilsiz kelishi o'tirib boshqa tutilmay kelishi shart emas mubasharatan. Yani haberning mubtadadan keyin bevosita kelishi shart emas. Balki qad yasuluhuma. O mubtada bilan haberning o'tirini
fasil bir tane fasil yine bir ayırıp durdu yoki ekser uni ko'proq bir fasilla ayırıp tursin. Yani o ikisini o'tirgan bir tane so'z qistirsin bo'ladi yoki bir necha so'z qistirib kelsin bo'ladi. Unda ish. Mesela mubtada birinci betli kelib xabar 30. betli kelsin bo'ladi. Yoki mubtada betning ustida kelib xabar betning oxirida kelsin bo'ladi. Demak, o'tirib qancha so'z qistirsin bo'lar. Bunda bir nima yo'q. Mani bo'lmaydi. Mesela biz misaldan pastda misollar bor. Bo'lmasa misol keltirsak, odatda xabar bilan mubtadaning aloqaga bevosita kelgan misol keltirsak, at-talibu mujtahidun desak, mana bu bir mubtada bilan xabar birisi-biriga moslashib kelganning misoli, orqama kelganning misoli. Muhammad fil fasli mujtahidun desak, Muhammad sinfda bak tirishchan degan bo'ldi. Ana Muhammadun fil fasli mujtahidun desak, fil fasli degan ikki dona so'z o'shada mubtada bilan xabarni o'tirga qistirilib keldi. Shunga o'xshash kelsa bo'laveradi. Ve yastadillu daiman alal xabar ve u yani xabar bir vaqt qilish shart emas, balki davomli yastadillu alal xabar xabarga davomli dalolat qildi. Nima? Qanday? Annahul juz'ul mutammimul fa'il. To'liq bir o'y fikrni ifodalab beruvchi, to'liq o'y fikrni, to'liq bir o'y fikrni ifodalab beruvchi bo'lak xabarga dalolat qildi. Ve şu onundan mubtada bilan to'liq jumla tuziladigan, to'liq bir o'y fikrni foydani to'liqlab beradigan degan gap, o'y fikrni tamomlab beradigan bir bo'lak u so'zning xabar ekanligini bildiradi. Onu cho'qim mubtadadan kim kelganiga asosan xabar demaymiz. Shu mubtadani inin bilan mubtada bilan onundan bir to'liq jumla tuzilayotgan tarkib topgan bo'lakni biz xabar ekan deymiz. Yoki mubtadaning xabarini mubtada bilan qo'shilib to'liq jumla ifodalab berayotgan bir biletni biz xabar deb qarasak bo'ladi. Masalan, al-islahu zira'iy mufidun. Dehqonchilik islohoti foydali desak, ishada mufidunni xabar desak bo'laveradi. Ammo mufidni demak zira'iy xabarmi deyki, islohning keyingi islohatiga mubtada desak, islohot dehqonchilik islohoti dedik. Dehqonchilik islohoti desak, to'liq o'y fikr ifodalanmaydi. Dehqonchilik islohati zararlik, ziyonliq yoki foydali deganga o'xshash yoki muhim deganga o'xshash bundaq bir gaplar chiqsa, shuni xabar ekan deymiz. Unda isloh bu yerda dam bilan boshqa ishlatilgan xabar, ziroiy dam bilan boshqa ishlatilgan sifat, bu yerda mufidun dam bilan boshqa ishlatilgan mutlaq xabar bo'ladi. Agar biz al-islahu ziroiy desak, walau qulna al-islahu ziroiy desak ve sakatna ve cin tusak mufidun degan gapni so'zlamasak, lakanal ma'na naqis. Ma'na bu chaqda naqis bo'lib qoldi. Ya'ni ma'na yetarsiz bo'lib qoldi, to'liq bo'lmay qoldi. Va la yaktamilul ma'na illa bil xabar. U ma'na faqat mufidun bo'lgan xabar bilan tamom bo'ladi. To'liq bo'ladi ishida. Ya'ni dehqonchilik islohati foydali deganga o'xshash. Yani ikinci bir misal ko'rib bakaylik. İkinci misal, savtul bulbuli jamilun. Bulbulning ovozi chiroyli desak, mishada savtu mudaf, savtu mubtada bo'lib mudaf, al bulbuli mudaf ilay bil kasr. Jamilun mubtadani xabar bo'lib zamm bilan boshqa ishlab qo'ygan. Walau qulna savtul bulbul, agar biz savtul bulbul desak va sakatna jim tusak, bulbulning ovozi deb qilib jim tusak, la yaktamilul ma'na. Ma'na to'liq bo'lmaydi illa bil xabar. Xabar bilan to'liq bo'ladi ma'na. U xabar qasi jamil. Masalan, bulbulning ovozi deb qilib jim tusak, nima bo'lganda bulbulning ovoziga deb boshqalar bizning og'zimizga qarab to'xtab qoladi. Shuning bilan jamil desak, bulbulning ovozi chiroyli ekan degan bir o'y fikr tamom bo'ladi. Bundan ko'rib oldikki, xabar degan o cümleden mubtadadan kim kilish shart emas ekan, cho'qim mubtadaning ma'nisi
İnnen bilen tamam butkan narsani xabar deb qarasak bo'ladi degan ma'no chiqdi. Endi biz hozir xabarning mubtadaga ilgiri bo'lishi jaiz bo'lgan o'rinlarni ko'rib o'tamiz. Yacuz taqdimul xabar alal mubtada. Xabar tuvandagi o'rinlarda mubtadaga ilgiri bo'lsa bo'ladi. Avval xabar kelib, undan keyin mubtada kelsa bo'ladi. Masalan, birinchisi İza urida i'ta'u sidarati bi ma'nal xabar. Xabarning ma'nosiga sidari birish maqsad qilinsa, sidara degan jumlaning 5dan urun birish degan ma'noda. Xabarning ma'nosiga jumlaning 5dan urun birish maqsad qilingan chog'da xabarni ilgari keltirish, mubtadani keyin keltirish durust. Masalan, mamnu'un at-tadkhinu. Tamakichiki cheklangan desak, mamnu'un mubtada, mamnu'un xabar muqaddam. İlgiri kelgan xabar bo'lib, zamir bilan boshqa ishlab kelgan, at-tadxin mubtada muaxar. Keyin kelgan igi bo'lib, zamir bilan boshqa ishlab kelgan. Endi mishada asli at-tadxinu mamnu'un deshkim bo'ladi, mamnu'un at-tadxinu deshkim bo'ladi. Nima ish qilsa, mamnu'un at-tadxinu deb mamnu degan xabar ilgiri keldi desa, chunki xabarning ma'nosi bo'lgan, ma'nosi va xabarning cheklanish, xabarning ma'nosi bo'lgan cheklanguchi degan bir ma'noga jumlaning 5ta urindirish maqsad qilingan. Chunki jumlaning mazmuni asli maqsad jumladan mamnuun tadxin degan jumladan maqsad tamaki maqsad emas, tamakini chekish, cheklanganlik maqsad bo'lganligi uchun shuning jumlaning 5dan urindirish maqsad qilingan, shu xabar berib kelgan. Ikkinchisi, iza sabaqal mubtada wal khabara harfu nafyin aw istifham wal khabaru wasfa. İkincisi, mubtada va xabarga harfi nafi ilgirlab kelsa, mubtada va xabarning beshida harfi nafi ilgirlab kelsa yoki istifhom vasfi ilgiri kelsa, buni nima demoqchi desa, jumla ismiyaning beshida harfi nafi keldi yoki harfi istifhom kelsa, wal xabaru wasfa, xabar sifat bo'lib kelgan chog'da bu holatda xabarni ilgiri mubtadani keyin keltirsak bo'ladi. Aqaimun anta, san o'ltiruvchimi degan o'xshash. Buni asli bunda keltirsak bo'ladi. Anta qaimun durus, aqaimun anta deshmi durus. Aqaim, anta qaimun. Anta qaimun desak, anta mubtada qaimun xabar. Hozir mu aqaimun anta demo hamza hamzatul istifham qaimun xabar muqaddam, anta mubtada muakhar deb qarasak bo'ladi. Durus bu bunda holatlarda yetib. Üçüncüsü iza kana'l xabar shibul jumla vel mubtada ma'rifa. Xabar shibul jumla bo'lib, mubtada ma'rifasidan kelgan chog'da bu vaqtda mubtadani keyin xabarni ilgari kelsak bo'ladi. Xabar shibul jumla ekan, yana jar majrur ekan yoki zarf ekan, mubtada ma'rifasidan kelgan bo'lsa, bu vaqtda shu xabarning ilgari mubtadaning keltirish durust. Masalan, ta'anni as-salam. Salmaklıkta selametlik var desek, yani salmaklıkta selametlik var desek, es-selametu mubtada muakhar, ta'anni el-jar vel majrur shibul cümle ilgili haber olur. Bu durus, ama es-selametu fi ta'anni mudrus, fi ta'anni es-selametu mudrus olur. İkinci misal, emamel qadi qailul haqqi. Haqqni sözlügüçi sotçunun aldıda, haqqni sözlügüçi sotçunun aldıda bar desek, emame zarf mudaf, el-qadi mudaf lehu, emame el-qazi şibil cümle haber. Emame haber emez. Emame el-qazi degan şibil cümle haber. Emame el-qazi zarf mishal şibil cümle haber. Muqaddam, mahallen marfu, qail, mudaf muakhar, qail mudaf, el-haqqi mudaf ilayh. Mana bu haberinin ilgiri kelişi, mubdaning keyin kelishi durust bo'lgan o'rinlar. Buni undaq kelsin bo'ldi, mundaq kelsin. Qailul haqqi amamel qadi kelsin bo'ldi. Ammo tuvandiki bun undaq emas, durust emas. Cho'qim shundaq kelmisi bo'lmaydi demoqchi. Tuvandiki o'rinda yajibu taqdimul xabar alal mubtada. Xabarning mubtadaga ilgiri kelishi vojib deganimiz, xabarning mubtadaga ilgirilab kelishi cho'qim zurul. Undaq kelmasa jumla o'lchamlik jumla bo'lmaydi. Masalan,
Bu neçe urunda ise 3 urunda. İza kana'l haber şibul cümle vel mubtada nakire gayri mevsuf ve la mudaf. Dersine davamlaştıramiz ya to'xtamdi. Şu ders qanishayotganlaringlar qanga agar ders jiqib ketdi desang to'xtasak bo'ldi, bo'lmasa davomlashtirsak bo'ladi. İxtiyor sizda. Tamam. Böyle davomlashtirildi. Anda olsa, mush xabarning mubtadaga ilgilishi zarur bo'lgan 3 o'rinni ko'raylik. Birincisi, iza kanal xabar shibul jumla. Xabar shibul jumla ekan, mubtada iniqsiz ism ekan. Iniqsiz ism bilan mu sifatlanmabdi yoki muzaf bo'lmabdi. Bu chaqda xabarining ilgiri mubtadaning kimligi durust. Masalan, fi baytina rajulun. Uyimizda bir tane er var degan bo'lsa. Uyimizda bir tane er var. Endi mesela fi baytina ilgiri shibul jumla ilgiri xabar rajulun kimligiga mubtada mushnaq qilishi vojib. Rajulun fi baytina kasb bo'lmaydi demakchi. Rajulun fi baytina kasb bo'lmaydi. Fi baytina rajulun qilishi vojib. Demishqa mubtada nakrisim fi baytina shibul jumla bo'lgan chaqda mubtada nakrisim degan kim qilishi vojib. Ammo bu mubtada bo'lgan rajulun mishada yoki mavsuf bo'lgan bo'lsa, sifatlangan bo'lsa yoki muzaf bo'lgan bo'lsa, u chaqda u joiz o'tdi, vojib bo'lmaydi. Masalan, rajulun karimun fi baytina bo'lgan bo'lsa, rajulun karimun fi baytina. Sehi er bizning uyimizda degan bo'lsa, u chaqda sifatlangan bo'lar. Yoki u muzaf bo'lgan bo'lsa, bir izofat orqali nima qilinsa, yana bitti. Mesela racunlu bo'lmagan bilan boshqa so'zni sifatlasak bo'ladi. Masalan, hozir fi haqibati kitobun deydi. Fil haqibati kitobun. Somkida kitob bor dedi. Endi kitobun nakira xabar shibul jumla. Navada kitobun mufidun fil haqibati. Faydalı kitap somkida desak sifatlangan bo'ldi. Yoki kitabu talibin fil akibeti. Okuyucunun kitabı son kitabı ise kitabı muzaf, talibi muzafın ilahi oldu mişede muzaf oldu. Uçağı o kitap degen nekir isim eşerene haber bulalım. İkinci misal indi dinar. Şibil cümlenin mazharepten kelgen misali mende bir dinar var desek işte bunu haber nekirisinden geldi. Nima mubtada nekirisinden geldi. Haber şibi cümleyken bu çağda mubtadanın ikincisi vacip deb qaraymiz. İkinci o'rin iza kana al-khabaru min al-alfaz allati laha sidara kasma'il istifham. Haber ismi istifhamga o'xshash laha sidara inilg'i jumlaning 5dan urun birish zurul bo'lgan lafzlarning qatoridan bo'lsa, xabarning ilgiri mubtadaning kim kelishi vojib. Xabar nimadan bo'lsa, bir lafzlardan bo'lsa-ki, o lafz uchun sidara bor. Jumlaning 5dan urun birish vojib bo'lgan lafzlar ekan. Ismi istifhamga o'xshash, ismi istifhamning jumlaning 5 kelishi vojib. Matal imtihan qachon deganga o'xshash. Mana mishada mata degan ismi istifham xabar muqaddam, al-imtihan degan söz mubtada'i muakhkhar dam bilan boshqa ishlab kelgan. Hargizma al-imtihanu mata deb kelmaydi. Shunga o'xshash. Uchinchisi, izzat tasalal mubtada bi damirin ya'udu ala ba'd al-khabar. Uchinchisi, mubtada xabarning bir qismiga qaytadigan, ya'ni xabarga qaytadigan zumir bilan ittisol tushib qolgan bo'lsa, bu chaqda xabarining ilgari kelishi mubtadaning kelishi vojib deymiz. Masalan, nimaga o'xshash? Lis-salami tabaatuhu deganga o'xshash.
Lissalam tebaat. Tinch amallık üçünün tebaat, tinch amallıkka ergiş ba. Tinch amallık onunğa tebaat, onunğa ergişmek ba degan bolsun. Yoki men bay misal keltirgandek fil haqiqati sahibuha. Bağçının sahibi var degan o'xshash. Misha tebaat uzmir salamga qaytganlik uchun mubdaning kin kelishi, salamning lissalam degan xabarning ilgari kelishi vojib. Agar buni biz shunday qilib tebaatuhu lissalam desakchu, tebaatuhu lissalam desak, o'sha tebaatu muzaf, uzmir muzaf bilan bo'lib mubtada bo'ldi desak, bu zimir o'shada salamga qaytadi. U zimir oxiri qaytmaydi. Labzan mu ham hukman mu bir yere oxiri qaytib qolgan. Şunlaşqa bu mubdaning kin kelishi, xabarning ilgari kelishi vojib bo'lib qoldi. Endi vaqat yata'addadul xabar. Birdan mubdaning bir tanlam xabari kelamdi yoki bir necha xabari kelamdi degan o'xshash. Bir mubdaning bir yoki bir necha xabari kelsin bo'ladi. Hatta 99 xabar kelsin mayli. Masalan, ar-rummanu hulvun hamidun. Ana shirin chuchumal degan o'xshash. Mishada ar-rummanu mubtada, hulvun birinchi xabar, hamidun ikkinchi xabar deb qaraymiz. An-nilu saqiyun wafiyun fayyaz bil hayr. Nil sahi, vafadar, yaxshiliklarni tugab tug'uchidir desak, an-nil degan mubtada, sahiyun birinchi xabar, vafiyun ikkinchi xabar, tayyazun bil hayr uchinchi xabar bo'ldi. Demak, bir mubdani 3 tane xabar keldi. Nechisi kelsa, bularni nechisi kelish lozim kelsa. Yuhzaful xabar fi ba'd al-mawadi. Xabarning ba'zi o'rinlarda tashlanishi. Ders davomlashtiramiz. To'xtamtoq. Endi soat ancha uzun bo'lmadi, lekin dars sal ko'p bo'lib qoldi desanglar, ham dars qanashquchilisizlar, bilib olishinglar kerak. Bilib olsangiz keyin men so'zlashishdan inmayman. Faqat sizlarga munosib o'zinglar agar bilib olamiz, o'rganib olamiz desangiz darslar o'rnashtirib. Jiqqamida lekin tugab ketgan qo'yibdi. Agar shu 10 minut atrofida o'qsak, dars tugaydi, tayyorlanamiz, xabar bilib tugasin. يحذف الخبر في بعض مواضع سيأتي شرحها في مكانها. Xabar bazı urullarda taşınıdı, onun düşendirişi öz orunda kilidi. Ama muşu urullarının katarıdın tevendikiler. İzâ kânel mubtada ba'de levla. Mubtada levladinkin mubtada kelgençada xabar taşınıdı. Levladinkin mubtada kelse xabar taşınıdı, o xabar mevcudur bulundu. Mesela levlat tabibu la şafiyel maridu. Doktor bo'lmagan bo'lsa kesel şifalık tapmaydı. Desek, mesela levlat tabibu mevcudun degan bo'ldi. Levla harfi imtina lil vücud, harfi imtina lil vücud mümkün çıkıdı. At-tabibu mubtada mevcudun haber. Ma şafiyel mariz cevap bo'ldi. Mesela undan başka ne misallarına ait köp? Levlel ma'u ma'aşel insan desek, mesela su bo'lmasa insan yaşamaydı degan o'xshash. Qanday misol keltirsak bo'ladi? Levladinkin mubtada kelganda xabarning tashlanishi buni aytdi ko'p yuz beradi. Asas taşlanıp keladi. Bu taşlangan xabar ko'pincha vaqt mavjud so'z taqdir qilinadi. İkincisi izâ kânel mubtada sari'an fil qasam. Mubtada qasamda uchuq ism bo'lib kelgan chog'da xabarning tashlanishi xabar tashlanib keladi. Mubtada xabar qasamda uchuq ism kelgan bo'lsa xabar tashlanadi. Masalan, la umruka innal hayata fahun degan o'xshash. Senin mevcut bulup duruşun mening qasimimdir. Hayat hakikaten küreş kılıştır. Yani men hayatning küreş kılış ekanligiga
qasam qilaman demoqchi. Sening la umruka umru degan so'z bu yerda la baqauka baqa degan ma'noda sening mavjud bo'lib turishing, sening qab qilishing, sening mavjud bo'lib turishing qasami, mening qasamimdir. Hayot haqiqatan kurash qilishdir desak, taqdiri la umruka qasami innal hayat kifaru. Sening mavjud bo'lib turishing mening qasami deb o'shada qasami degan xabar tashlangan. Chunki mubtada umruka degan oshkora ism bo'lganligi uchun. Chunki anda vallahi yoki billahi tallahi degan mundolat ishlanadi. Üçüncüsü yine xabar tashlanadigan o'rnan üçüncüsü iza utifa alal mubtada biwawin tadullu alal musahaba. Agar mubtadaga musahabatni birlikni bildiradigan vav bilan mubtadaga yana bir so'z atf qilingan bo'lsa xabar tashlanadi. Masalan, kull jundiyin ve silahuhu. Her qandaq bir askar her qandaq askar o'zining quroli bilan qurollanuvchi. Kullu jundi mubtada va harfatbi silahuhu kullu jundi kulluga atfa bu yerlik bu ma'a ma'nosini bildiradigan bu musahabat. Her qandaq askar o'zining quroli bilan qurollanuvchi dedik. Bunu müşahede o ma'a ma'nosini bildiradi. O da kullu jundiyin ma'a silahi degan bo'lsa. Mushundaq ma'a ma'nosini, musahabat ma'nosini bildiradigan o bilan mubtadaga bir ism atf qilinganda xabar tashlansa bo'ladi. Kullu jundiyin va silahu muqtarinan. Har qandaq askar o'zining qurollanuvchi. Mana bu mubtadaninki xabarning tashlanadigan 3-o'rni. Bu derslerde nimini kırıp alımız degende çokum haber taşındıgan olmuş üçlam mubtadanın ilgirki haberinin ilgirkilişi mubtadanın ilgirkilişi vacip boğan on üçlam degenlik emas. Demek Arap tilidan muşundaq yerler ba, muşundaq kaideler ba uçuraydı dep köp uçuraydıgan kısmını biz beğendik. Fakat kitapta xulasalab berdik. Şuna bugün dersselci koyup kalgan buluşu mümkün. Hem tizrak olup kaldı. Derste eğer düşenmege yerinler bolsa so'rasanglar bo'ladi. Hozir so'rmay buni sizlar kin at so'rasanglar bo'ladi, o'g'in so'rasanglar bo'ladi. Yana bir dars vaqtgacha tushungan qanday bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Oldingi darsda topshiriq bergan, topshiriqning ko'p qismi bir 2 joyga yo'llab, qolganlar yo'llamasda topshiriqni ishlab yo'llanglar. Bugungi darsda mubtada xabar bugun o'qilganlik uchun kinki darsda men mubtada va xabarga munosabatlik topshiriq yo'llab qo'yman. Şuna sizlar topshiriqni joyida ishlasanglar, bu dars o'zlashidi. Agar topshiriqni joyida ishlamasanglar, darsning o'zlish nisbati tuvan bo'lib qoladi. Shuni topshiriqni yaxshi ishlanglar. O'zinglar shu qatqan WhatsApp to'pidan so'rasanglar ham bo'ladi yoki munbardan so'rasanglar ham bo'ladi. O'zinglarning shu yerda o'zinglar WhatsApp to'pida faqat qizlarning to'pida qizlar bilan bor, o'g'illar va o'zinglarning shu WhatsApp to'pida agar zo'r kelsa qaysi so'rasanglar bo'ladi. WhatsAppda so'rasanglar mayli, xususan ayrim WhatsAppni qetib so'rasanglar mayli, munbardan so'rasanglar mayli, lekin so'rashdan tartinmay so'rab chuqur bilamaganlarni yaxshi egallab, yaxshi o'rganinglar. Bu sizlar uchun berilgan bir fursat. Odam deganga fursat yana hech kelmaydi. Bir qatim keladi. Bunun qadrini bilarsak yana orqadan kelishi mumkin bo'lmasa, bu fursatdan mahrum qolasizlar. Fursatdan mahrum qolgandan keyin keng kunlarda ama shu vaqtda yaxshi bo'lib ekan, shu vaqtda shuni davomlashtirib saqlab ekan deydigan ahvol bo'lib qoladi. Shuna darslarga yaxshi ahamiyat berib, shu darsninki topshiriqlarni yo'llab turib yaxshi ishlanglar. Topshiriqlar masalan bo'ladi. Әмісі Allah'a emanet, aman olanglar. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.